Assalomu alaykum oxir qo'llar jamoasining kuzatuvchilari. Mana bugun biz Pastorxon tumani Turkman mahallasidagi Kommuna qishlog'ida yana bir xonadonimizni uylarini bitirib berdik. Mana birma-bir hozir tanishtirib o'tamiz. Nima ishlarni qilgan, bajarganlarimiz. Bu xonadonimizga bizlar devorlariga dekorativ so'q atacho'ntadan foydalanganmiz va devorlariga dekorli pannolardan o'rnatib berganmiz. Eshik romlarimiz MDF eshik romlar Baron Doors kompaniyasi tomonidan yasab o'rnatib berilgan. Shiftlarimizga yangi zamonaviy, yangi ko'rinishdagi, yangi tipdagi natijali tortma shiftlardan foydalanganmiz. Bu tomonga mana shunday ko'rkam dizayndagi oynalardan foydalanganmiz. Bu tomonga TV zona o'rnatib berganmiz. Bu tomon TV zonasi dekorli panel va mebellar ham o'zimiz jamoamiz tomonidan ishlab chiqarilgan. Va xonamizning to'riga oshxona jihozi o'rnatib berganmiz. Bu oshxona jihozimizning materiallari MDF materialidan bo'lgan. PVX kromka va og'irlikka chidamli salyaskilardan foydalanganmiz. Va burchakka idish yuvish uchun ajoyib chiroyli moyka qo'yib berganmiz. Bu xonamizga devorga TV panel o'rnatib berganmiz. Va devorlariga tiaga, gipsovoy tiaga o'rniga hozirgi zamonaviy yangi tipda chiqqan plastik tiagalardan o'rnatib berganmiz. Bu plastik tiagalar devorlarimizning chiroyli chiqishiga zamin yaratgan. Bu xonamizning ham shiftiga tortma yangi tipda chiqqan matviy natijali patologlardan o'rnatib berganmiz. Bu ham xonamizga o'zgacha chiroy baxsh etgan. Bu xonamiz sanuzelga dushovoy kabina o'rnatib berganmiz va bu sanuzelimizga 1.20-60 razmerdagi kafellardan foydalanganmiz.